Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar, Minbar Tok shousining yangi soni efirda. Bugungi mavzuyimiz kredit olishda nimalarni bilishimiz kerak. Aynan bu mavzuni sizga yaqinroq tanishtirishda ekspertlar guruhi studiyaga kelganlar. Assalomu alaykum. Hozirgi kunda aksariyat fuqarolarimiz banklar tomonidan turli maqsadlarda kreditlarni olishayapti va ular ba'zilari xursand holatda kerakli manzil tomon yo'naltirilyaptilar va ba'zi bir insonlar esa turli bir qiyinchiliklarga duch kelyaptilar. Umuman olganda kredit shartnomasini imzolashda nimalarga e'tibor berishimiz kerak? O'zi kredit shartnomasi nima? Dastlab mana shu savolga javob olamiz. Marhamat. Birinchi o'rinda shartnoma nimaligini tushunib olishimiz kerak. Kredit shartnomasiga javob berishdan oldin. Shartnoma bu ikki va undan ortiq shaxslarni huquq va majburiyatlari vujudga keltirish, o'zgartirish va bekor qilishga qaratilgan kelishuv bu shartnoma deyiladi. Endi o'z navbatida kredit shartnomasi nima degan savolga javob beradigan bo'lsa, kredit shartnomasi bu bir tarafdan bank yoki kredit tashkiloti, ikkinchi tarafdan qarz oluvchiga shartnomada belgilangan miqdorda va shartlar asosida mablag' ajratish, ikkinchi taraf ya'ni qarz oluvchi esa ushbu mablag'ni belgilangan muddatda va foizlarini to'lagan holda qaytarish bo'yicha kelishuv bu kredit shartnoma deyiladi. Endi bizda hozir eng birinchi o'rinda bu narsani mohiyatini anglash uchun fuqarolarimizda huquq-ong va huquq madaniyat yetarli darajada bo'lishi kerak. Chunki har qanday shartnomada fuqarolar munosabatga kirishadi. Munosabatga kirishgandan keyin shartnomada o'sha aytib o'tganimizdek kimdadir huquq bo'ladi, kimdadir majburiyat bo'ladi. Shuning uchun o'sha majburiyatlarni bajara ola olamanmi? Bu shartnomaga kirishgandan keyin menda qanaqa huquqlar bo'ladi degan savollarni o'rtaga qo'yib, shu narsani tushunib olgandan keyin, u narsa o'ziga foydali bo'lgandan keyin o'sha shartnomaga munosabatga kirish maqsadiga muvofiq. Fuqarolarimizda bugungi kunda kuzatilayotgan narsa shartnomani matni bilan batafsil tanishib chiqishmaydi. Kelgusida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni oldindan o'ylashmaydi. O'zlarining moliyaviy holatini baholashmaydi. Keyin shartnomani imzolashadi. Vaqt o'tgandan keyin to'lovlar qaytish kerak, foizlar bilan qaytish kerak. Bu narsalarda majburiyatni to'lanishida ayrim holatlarda fuqarolarda muammolar yuzaga kelishi mumkin bo'lyapti. O'sha holatlarda fuqarolar tomonidan e'tirozlar bo'lyapti. Menda misol uchun kartamdan mablag'larni yechib ketishdi. Men bu narsani aytmagandim. Yo'q, u kishi haqiqatda shartnomani imzolagan jarayonda bu narsaga o'zlari rozilik bergan bo'lib chiqyapti, o'rganish jarayonida. O'shaning uchun fuqarolardan bir narsa ham iltimos ham talab qilinadi, qachonki o'sha moliyaviy tashkilotlarga borganda, banklarga borganda, kredit munosabatlariga kirish jarayonida ular bilan albatta o'sha kredit mahsulotini shartlarini batafsil o'rganib chiqishlari, bundan tashqari shartnomani har bir bandi bo'yicha o'rganib, o'zlari xulosa qilishlari lozim bo'ladi. Fuqarolarimizda bitta huquq bor, shartnomani imzolashdan oldin uni uyga olib ketib, bemalol o'qib chiqib, undan keyin rozilik berish yoki shartnomani imzolashdan bosh tortish yoki bekor qilish huquqlari bor. Bu bo'yicha o'sha moliya muassasasi xodimlari, bank xodimlari bu narsani fuqarolarga taqdim etadi. Bundan tashqari kredit munosabatlariga kirishda axborot varaqasi degan tushuncha bor. Axborot varaqasida kredit shartnomasining asosiy shartlari, unda belgilangan har bir talablar, foizlar kiritiladi. Bank xodimi bilan birgalikda kiritiladi. Bu axborot varaqasining asosiy maqsadi fuqaro tomonidan oqilona qaror qabul qilish uchun solishtirish imkoniyatini beradi. Boshqa banklar bilan, boshqa moliya tashkilotlari bilan ularni shu turdagi mahsulotlarni, shartlarini solishtirish imkoniyatini beradigan asosiy bir qo'llanma hisoblanadi. Kredit olish uchun borgan fuqarolarimiz o'sha kredit shartnomasidagi yozuvlarni juda ham mayda ekanligi haqida bir ko'p noroziliklarni keltirib chiqaradi deb norozi bo'lib gapirishadi va hech qachon men bilgan odamlar, ya'ni kredit shartnomasini imzolagan odamlar hali uylariga olib ketib, keyin voz kechgan holatlari bo'lmaydi. Bo'lmagan, shaxsan men o'zim bilgan insonlarni umuman olganda haqiqatda banklarda mana shunday holatlar ham bo'ladimi? Chunki qarz olmoqchi bo'lgan odam shu juda ham bir ehtiyoji va rejalarni kattasini tuzgandan keyin men o'ylaymanki, bu shashtadan qaytmaydi-da. Haqiqatan to'g'ri aytasiz. Fuqarolar, ya'ni kredit olganda
ko'pincha hozir bu narsa banklar o'rtasida ko'rsatilayotgan xizmatlar, ya'ni onlayn kreditlar juda rivojlanib ketdi. Har xil banklar har xil shartlar asosida kredit taqdim qiladi. Fuqarolarimiz siz aytgandek o'sha o'zini kirib ilovasidan kredit olish bo'yicha banklar tomonidan ham bitta narsa bor. 5 varoq, 6 varoqli shartnoma qo'yib qo'ygan bo'ladi. Juda kichkina harflarda yozilgan bo'ladi. Odamlarimiz to'g'risi ko'pincha umuman o'qishmaydi-da. Shuni o'tkazadi, bo'ldi, tanishdim deydi, bosadi, tezroq kredit olish kerak bo'ladi-da. Lekin to'g'ri, aslida o'sha shartnomada hamma narsa, chunki onlayn kredit bo'yicha bo'layotgan muammolarda bu narsa. Keyin men shartini bilmagandim, boshqa narsa bo'lgan. U shartnomani siz onlayn o'tkazib bo'lganingizdan keyin o'sha o'zini belgisini qo'ygandan keyin, ya'ni tanishdim deganingizdan keyin o'sha bank yuboriladi-da. Siz o'sha rozisiz, hamma shartiga rozisiz deb aytadi. Lekin fuqarolar bir narsaga e'tibor berish kerak. To'g'ri, avvalambor 5-6 varoq narsa juda ko'p. Erinadi odam o'qishga, ya'ni vaqt ketadi, boshqa narsa bo'ladi. Nima bo'lsa bo'ldi, shartlarni ko'radi, menga to'g'ri keladi deydi. Lekin bir agar nima bo'lsa o'qib chiqsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Lekin bitta narsa tijorat banklarimizga ham taklif sifatida aytardim. Bir xil ayrim xususiy banklar tomonidan oxirgi paytlarda, ya'ni planshet degan narsa bor. Planshet deganda o'sha masalan fuqaro tomonidan 10 milliondan 100 milliongacha kredit olinyapti. O'sha 100 million olinganda planshetda yoziladi. Shu senga yillik foiz shuncha, oyma-oy qaytarishing kerak shuncha, lekin bo'ldi, usloviyalari, ya'ni shartlari yoziladi. Lekin asosan bitta narsa bor, o'sha yerda kredit shartnoma ichida sen bir kun kech qolsang shuncha jarima yoki penya to'lash bo'yicha yozilmaydi. Ya'ni fuqarolarimiz u narsani ham bilish kerak. U narsa shartnomaning ichida bo'ladi. Siz aytgandek 5-6 varoq narsani odam o'qib chiqadi, men bir kun kech qolsam qancha jarima to'lashini biladi, lekin qancha jarima to'lashi o'sha planshetlarda ham hamma banklar uni qisqacha bir varoqda sodda tilda ko'rsatsa, bu fuqarolarimizga, ya'ni bu o'ylashga, uni olishga men to'g'ri keladimi, yo'qmi degan narsa ham bo'ladi. Bu onlayn kreditlar bo'yicha-da. Ayniqsa bankka borib kredit olish bo'yicha agar o'sha bank xodimlari bilan uchrashganda nima bo'lganda, to'g'ri, shartnomani uyga borib o'qib yana o'zgartirish mumkin. Endi banklar kredit shartnomalari как oferta sifatida tayyorlab qo'ygan. Uni o'sha bank xodimlari, o'sha 5-6 bankda o'zini sovetlari bo'ladi, tasdiqlab qo'yganda fuqarolarimiz ras o'zi kredit olmoqchi bo'ldimi, shartnoma shartlariga o'zgartirish vakolati ham bor uni huquqi. Men masalan har oyda 1-sanasi yoki 5-sanasiga to'la olmayman, chunki bir xil fuqarolar 10-silarda, balkim bir xillari 15-silarda oylik oladi. Menga mana shu to'lov grafigini mana bu sanaga qo'yib bergin deydi. Bu uning uchun bankka borib murojaat qilish kerak bo'ladi. Onlaynda o'zi u tasdiqlanib bo'lingan. Faqat o'sha shartiga rozi bo'lsa olish mumkin bo'ladi. Shuning uchun bu narsalarga juda e'tiborli bo'lish maqsadga muvofiq bo'lardi. Agar lozim deb topsangizlar, bir qator jihatlarga e'tibor qaratish maqsadga muvofiq bo'lar edi degan fikrdaman. Aynan bu meni fikrim. Demak, qarzni olayotgan qarzning miqdori va uni maqsadi nimadan iborat? Bir e'tibor qaratib qo'ysak, juda bir fuqarolar bilish kerak bo'lgan jihatlar. Chunki kredit shartnomalari yuridik shaxslar o'rtasida ham, tashkilotlar o'rtasida ham, jismoniy shaxslar o'rtasida ham tuziladi. Aynan nizo janjallar bo'layotgan jihat bu fuqarolar o'rtasida bo'lyapti. Borib o'sha menga bir kafil bo'lib bering iltimos deydi. Boradi va nimaga kafil? Endi u jiyani bo'lishi mumkin, boshqa tog'asi bo'lishi mumkin. Ishonchi borda borib o'qimasdan, tanishmasdan kafillik shartnomasini tuzib keladi. Mana bu jarayonlarda biz juda ham Markaziy bank tomonidan, mutaxassislarimiz tomonidan juda ham o'rinli e'tirof etildi. Demak, biz hujjat olyapmizmi? Hujjatga qarashimiz kerak. Qarzni miqdori maqsadiga qarashimiz kerak. Nima o'zi u? Va foizlar stavkasini ham tekshirib ko'rishimiz kerak. Necha foiz olyapman o'zi? O'zi menga necha foizdan beryapti? Ba'zi birovlar berishi mumkin. Aytadi, biz o'zimiz foizimizni qo'yishimiz mumkin deyshadi, boshqa deyshadi. Demak, qarashimiz kerak. Menga ham ma'qul, bularga ham ma'qul, bankka ham ma'qul. Nima uchun shunaqa prinsip o'rnatilgan? Demak, ikkita taraf teng bo'lgandan keyin shartnoma shartlari taraflarning mushtarakligi, manfaatlar mushtarakligini ta'minlab berish kerak. Ikkalasi ham rozi bo'lish kerak. Ixtiyoriy tuziladi. Ixtiyoriy tuzilib hech kim majbur qilinmaydi. Bu shartnomalar qotib qolgan emas. Jiddiy o'zgarishlar sodir bo'ladigan bo'lsa, taraflarning huquqlarini buzmaslik uchun o'zgartirish yoki bekor qilish masalalari ham qonunchilikda belgilab berilganligini biz e'tibor qaratishimiz kerak. Qarang, biz o'qib chiqishimiz kerak, hujjatga qo'l qo'yapmiz, o'qib chiqishimiz kerak va odatda o'qimaymiz. Olsak bo'ldi, bizga kredit bersa bo'ldi deymiz. Yo'q, unday qilishimiz kerak emas. Yuqori miqdordagi kreditlar, foizlar olyapmiz. Oxir oqibatda nima bo'lyapti? To'lolmayapmiz. Mana o'zimiz jabrlanib qolyapmiz. To'g'ri, bu borada sudlar tomonidan himoya qilinadi deb o'ylaymiz.
Bu borada 2006-yilda va keyin 2020-yilda ham o'zgarish kiritilgan 13 mana yuristlarimiz juda yaxshi bilishadi. 13.150 sonli plenum qarori bor kredit shartnomalari bilan bog'liq. Sudlarga Oliy sud tomonidan majburiy ko'rsatmalar berilgan, sudlar tomonidan ham himoya qilinadi, lekin bitta narsaga juda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Sudlar ham hujjatga qaraydi. Sudlar ham huquqini himoya qilish jarayonida Fuqarolik kodeksining 234-moddasida majburiyatlar shartnomalardan kelib chiqadi degan pozitsiya beryapti. Demak, siz sudga murojaat qilayotgan vaqtingizda shartnomangiz bormi? Ha, bor. Majburiyat oldingizmi? Oldim. Sizni hech kim majburlamadimi? Yo'q, hech kim majburlagani yo'q. Agar meni o'zimga ma'qul bo'lmagan shartlarda tuzaman degan bo'lsa, plenum qarorida ham, qonunchilikda ham, demak 116-modda Fuqarolik kodeksi qonunchilik talablariga, huquq tartibotga atayin qarshi tuzilgan shartnomalar jihatda haqiqiy emas deb topilishi va barcha olingan mablag'lar hammasi o'zi kim kimga nima bergan bo'lsa, orqaga qaytib egasiga ta'minlab beradi. Lekin biz boshida biz kredit olayotgan jarayonida biz ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bitta masala o'zimizda qoldi. O'zimiz hujjatga mahkam bo'lmasak, hujjatni shartlarini o'qib chiqmasak, ya'ni bizga bank tomonidan oferta berilayotgan vaqtda, loyiha berilayotgan vaqtda o'qib chiqib bizga ma'qul, bizga qulay, o'zimga cho'ntak bor, sharoitimga to'g'ri keladi, to'layman, imkoniyatim bor deb agar biz o'ylab turib imzoni qo'ygunga qadar imzolaymiz-ku, imzoni qo'ygunga qadar shuni amalga oshira olsak, nizo ham bo'lmaydi, janjal ham bo'lmaydi, muammo ham bo'lmaydi. Mana bu davlatimiz ham, jamiyatimiz ham bu borada bu himoya qilish jarayonlarini amalga oshirib, biz o'zimiz ham shu jihatlarga bir qarashimiz maqsadga muvofiq. O'zimizga mahkam bo'laylik, hujjatimizga mahkam bo'laylik. Rahmat. Shunday holatlar ham bo'ladimi? Aynan o'sha kredit turiga foizlar hisoblanmaydi. O'zi umuman olganda qanday bir kredit turlariga foizlar hisoblanmaydi? Kredit nima bilan qarz nima degan narsani bir-birini farqlab olishimiz kerak. Kredit bu doimo foiz evaziga berilgan qarz hisoblanadi. Ya'ni biz u qarzni olganimiz uchun unga qo'shimcha foiz to'laymiz. Qarzda esa foiz bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun kredit nomi bilan kredit, u kreditga doim foiz bo'ladi. Demak, u agarda qarzga foiz bo'lmasa, u kredit hisoblanmaydi. Men huquqshunos, ilmiy tadqiqotchi sifatida kuzatishlarim natijasida shu narsani ko'ryapmanki, kelib chiqayotgan shu aholi bilan bog'liq bank va aholi o'rtasidagi muammolarning eng asosiy sabablaridan bittasi haqiqatdan shartnomalar to'g'risida aholimizning huquqiy savodxonligi yetarli darajada emasligi deb bilaman. Bu muhim shartlardan bittasi kreditning muddati, kreditni so'ndirish muddati, kredit uchun foizlar, kechiktirilgan kun uchun javobgarlik, ya'ni peniya masalalari, tomonlarning javobgarligi, fors major holatlarida kredit taqdiri nima bo'ladi va eng asosiysi kredit shartnomasi asosiy shartnoma bo'lsa, u uchun qo'shimcha shartnomalar ham tuziladi. Har doim ham emas, lekin qo'shimcha shartnomalar bor aksariyat holatlarda. Bu garov shartnomasi tuziladi kreditga qo'shimcha sifatida. Kafillik shartnomasi tuziladi. Nafaqat kredit shartnomasini o'zi, balki aholi mana shu garov, kafillik shartnomalarini ham tanishish kerak, ular bilan tanishish kerak albatta. Ularni sinchiklab o'qish kerak. Agar tushunmasa, kerak bo'lsa teng huquqlik asosida tuziladi degan normalar bor. Buni olib ketib, uyiga olib ketib, buni huquqshunos bilan maslahatlashishi mumkin. Mana shunaqa shartlar belgilanyapti ekan. Va o'zining albatta eng asosiysi moliyaviy imkoniyatlarni hisobga olish kerak. Biz aytdik-a, bu shartnoma qonun kuchiga ega deb. Shartnomaga imzo qo'ydimi, shartnomada ko'rsatilgan shartni aholi bajarishga majbur bo'ladi. Sudga beradi, sud keyin undirish masalasida kelganda aholi aytish mumkin, men buni bilmagandim. Qanday bilmaysiz? O'qimasdan qo'l qo'ydim. Shunaqa holatlarni juda ko'p ko'ramiz. Lekin buni anglab yetish kerak. Imzo qo'yishdan oldin bu shartnoma unga majburiyat yuklaydi ertaga, qonun darajasida majburiyat. Demak, fuqaroni oqlaydigan hech qanday sabab topilmaydi demoqchisiz. Albatta. Amaliyotda ko'p ko'ramiz, kuzatamiz. Ko'p holatda fuqarolar kredit olishayotganda shoshilishadi. Ularning asosiy beradigan savoli necha yilga va necha foiz. Mana hozir mutaxassislarimiz aytib o'tishgandek, o'sha shartnomani har bir punktini o'qishga ularning vaqti bo'lmaydi. Bo'ldi, shuncha yilga, shuncha foiz ekan-ku, qayerga qo'l qo'yishim kerak degan savollarni berishadi. O'sha biz hokim yordamchilari ham mana o'sha kredit olishga murojaat qilgan har bir tadbirkor yoki fuqaroga shoshmasdan o'sha har bir punktini o'qib chiqishini aytib o'tganimizda ular o'sha doim shoshayotgan holatda bo'lishadi, lekin biz erinmasdan o'zimiz hozir aytib o'tdingiz, shriftlari mayda bo'ladi dedingiz, kerak bo'lsa oldimizga o'tkazib qo'yib,
o'qib berib tanishtirib ertaga maqsadli yoki maqsadsiz holatlarda sani yoningga hech kim tushmaydi, sani bu bank puli davlat puli, baribir bir so'mini ham bo'lsa ham qaytarishing kerak deb o'zini tilida tushuntirib o'sha tavsiyanomalarni berishimizdan oldin o'zimiz o'qib beradigan holatlarimiz ham bo'ladi. Ko'p holatda fuqarolar haqiqatdan ham o'qishmaydi. Avvallari shu maqsadli yo'naltirilardida, bugungi kunda osonlashtirildi. Shu kredit olish shartlari ham oson bo'lgandan keyin istagan odam bankka murojaat qilib, istagan paytida shu pasporti bilan bitta kafilni kimnidir olib boryapti. Boya aytilganidek bir yaqini, albatta yaqin inson borib mayli to'laydi-ku deb o'ylayapti-da. Ming afsuski shu kafillar ham bugungi kunda bir og'riqli holatlarga duchor bo'lib qolishyapti-da. Bank tarafdan yaratib berilgan kredit masala bo'yicha, lekin oylik kamligi uchun odamlar qiynalishyapti. Endi oylik sal ko'tarilganda edi, u boshqacha bo'lardi. Mana mahallada ham hozir kreditlar berilyapti. Mana bularga bitta savolim bor edi. Akbar aka, sizga savolim bor edi. Mana sizni yoningizga, sizni xodimlaringiz yoniga keldi, misol. Inson shartnomani deyapsizki, uyga olib ketish mumkin. Lekin bunaqa narsa men borganimda kredit olmoqchi edim, lekin menga o'sha shartnomani berishmadi. Hozir siz aytyapsizki, mana bu yerdagilar ham hamma ekspertlar aytishyaptiki, что olib ketish mumkin. Men o'shani tushunmadim. Hozir menga shuni tushuntirib bering. Bitta menga emas, bu xalqqa ham. Uyga olib ketib, uni mustaqil, erkin, shoshilmasdan o'qib chiqish bo'yicha fuqaroning huquqi borligini bank xodimlarini majburiyati hisoblanadi. Aytish kerak. Albatta. Shartnomani oling, shartnomani shartlari bilan to'liq batafsil tanishib chiqing, o'zingizning moliyaviy holatlaringizni ham baholang deb bankda xodimlari majburiyati bor. Bemalol olib ketib borib, qaytadan o'rganib chiqib, keyin bizga kelib murojaat qilishingiz mumkin. Bu bo'yicha biz sizga so'nggi qaroringizni aytganingizdan keyin rasmiylashtirishni davom ettiramiz deb aytish majburiyat yuklatilgan. Bu o'sha Markaziy bank tomonidan ishlab chiqilgan tijorat banklari va ularning iste'molchilari bilan o'zaro munosabatlarni amalga oshirishga qo'yilgan minimal talablar to'g'risidagi 30 sonli nizomda belgilab qo'yilgan. Shunga asosan biz bu bo'yicha joylarda nazorat tadbirlarini o'tkazamiz. To'g'ri aytyapsiz, haqiqatda shunaqa muammolar ko'p. Bank xodimlarimiz endi ularni oqlab bo'lmaydi. Ish jarayonlarida bu majburiyat borligini kimdir unutib qo'yadi. Kimdir boshqa bir narsa bilan chalg'iydi-da, iste'molchini bu narsani o'zi mendan so'rov oladi degan fikr ham bor-da. Ya'ni bu narsani biladi deb o'ylaydi kimdir. Hozirgi kunda unaqa emas. Bu huquqni unga borligini tijorat bankining xodimini majburiyati hisoblanadi aytish. Agarda aytmasa-chi, unga qanday chora ham bormi? Aytmasa, biz albatta bu narsa bo'yicha chora ko'ryapmiz. Endi hozirgi kunda eng ommalashib borayotgan bizdagi bu mikroqarz, ya'ni onlayn mikroqarz olish hozir juda ham qulay bo'lib qoldi. Telefonimiz orqali qarz olishimiz mumkin. Endi bu yerda bitta o'rtada savol tug'iladi mijozlarda. Men hech qanaqa shartnomaga qo'l qo'ymayman-ku, o'rtada ko'raman, o'qiyman, tasdiqlashni bosib qarz olyapman, o'rtada hujjat yo'q-ku, kredit shartnomasi yo'q-ku degan masala kelib chiqishi mumkin. Endi bu yerda e'tibor qaratishimiz kerakki, oferta degan narsa bor. Bu yerda oferta orqali qarz olinadi. Oferta qonunchilik bo'yicha bu kredit shartnomaga tenglashtirilgan hujjat. Faqat u yerda oferta akseptlanadi. Ya'ni bizga o'sha biz aslida ofertani o'qib chiqishimiz kerak, lekin ko'pchilik o'qib chiqmaydi buni. Shartlar bilan tanishmaydi, qanaqa majburiyat olayotganini bilmaydi, qanaqa huquqlari borligini bilmaydi. Unga pul muhimligi uchun uni tez-tez o'sha hammamizdagi o'sha ko'p kuzatadigan muammodek o'sha bosib tasdiqlash tugmasini bosib, o'sha tasdiqlash tugmasini bosgan holatda vaholanki u shartlar tasdiqlagan bo'ladi. Ya'ni xuddi imzoga tenglashtiriladi. Qonunchilikda belgilab qo'yilgan elektron shakldagi hujjat bu yozma shakldagi hujjatga tenglashtiriladi. Xuddi shuningdek elektron raqamli imzo bilan imzolangan hujjat bu yozma shaklda imzolangan hujjatga tenglashtiriladi. O'sha narsaga e'tibor qaratish juda ham muhim deb hisoblayman. Shuning uchun har bittasi bilan shoshmasdan, erinmasdan o'sha o'qib chiqish mohiyatini tushunish kerak. Endi shartnoma munosabat kirishdi, haqiqatan bu erkin tomonlar uchun, uni hech kim majburlashga yo'l qo'yilmaydi. Oldinlari banklar kam bo'lardi yoki fuqarolar iste'molchilarimiz borganda menga kredit beryapti-ku, tez-tez uni shartiga ko'na qolib qo'l qo'yib bera qoladi yoki ko'pincha shu offlayn kredit tuzganda ko'ramiz. Shartnoma imzolaganda qo'lingizga qog'oz beradi, shartnomani oxirgi belgi qo'yib qo'ydi. Mana bu yerga qo'l qo'ying. O'sha joyga qo'l qo'ying dedi. Hatto ochmaymiz hamda shartnomani o'sha joydan ochib qo'l qo'yib ketaveramiz.
bu xato, chunki raqobat rivojlangan hozirgi kunda. Bu bank sizni shartiga majbur emas uni anaqa imzolashga boshqa tijorat banklarini tanlashingiz mumkin. Biz qo'mitamizga murojaatlar kelib tushadi. Misol o'tgan yilda 3000 dan ortiq aynan moliyaviy xizmatlar bo'yicha murojaat kelib tushgan bo'lsa, bularning aksariyati shu kredit shartnomasi imzolangandan keyingi holatda yuzaga kelgan masalalarga bog'liq. Ya'ni o'sha to'lamadim yoki menga to'g'ri kelmadi yoki to'lamagancha, misol ipoteka kredit olyapti fuqaro, boshlang'ich to'lov bor, uni to'lagan, keyin ma'lum muddat to'lab borgan, keyin moliyaviy qiyinchilik tufayli to'lamay qolgan. To'lamagandan keyin u ipoteka obyekti garovga qo'yilgan banki hisobiga, u keyin sud qarori asosida mulki bankka olyapti. Olib keyin MIB majburiy ijro byurosi orqali auksionda sotilyapti. U yerda shartnomada qanaqa kelishilgan uni bizga qorong'u, lekin fuqaro iste'molchini boshlang'ich to'lovi, ma'lum muddat to'lagan to'lovlari yo'q bo'ldi. Qaytarib berilmaydi. Yo'q. U majburiyatini bajarmadi, bajarmagani hisobiga banki hisobiga o'tyapti yoki transport va avtomobillarni kreditga olishda ham. Umuman olganda bugungi kunda mana shunday chiroyli jozibador takliflar ko'paygani sari firibgarlik holatlari ham ming afsuski uchrab turibdi. Xalqimizda mana shu jarayonda ham juda ham bir ko'p qiyinchiliklarga duch kelayotgan holatlarni ham o'zimiz ko'rib guvoh bo'lyapmiz. Nima uchun? Mana ikkita omilni aytaman. Birinchi sabab firibgarlik ko'pincha onlayn kreditlarda yuzaga kelyapti. Onlayn kreditlarda nima qilyapti? Fuqarodan demak pasportini, boshqa plastik danillarni olib, uni nomiga onlayn kredit olish holatlari uchrayapti. Mana bu yerda ishonib topshirib qo'yayapti fuqaroni o'zi. Ikkinchi masala bu kafillik masalasida ham firibgarlik. Kafillar ko'pincha jabrlanuvchi bo'lib qolyapti. Qaysi ma'noda? Masalan, tanishlari, boshqa o'sha firibgarlar tomonidan ishontirish yo'li bilan kafilni qarzni men olyapman, kreditni men olyapman, sen bor yo'g'i kafil bo'lib tur, shu hujjatga qo'l qo'yib yubor degan ma'noda qo'l qo'ydirib kafillikka uni da'vat qilyapti. Va natijada bilmaydiki fuqaro kafil hujjatga qo'ydimi, kafillik shartnomasiga, boya aytdik-ku, hujjatga qo'ydi. Qarz oluvchi bilan bab-baravar uning majburiyati yuzaga keladi. Demak, agar u to'lamasa bu to'laydi demak. Albatta. Solidar javobgarlik bu yerda belgilanadi kafilga nisbatan. Agar qarz oluvchi o'z vaqtida kreditni so'ndirmasa, bank kafilning plastik kartasidan yechib olish huquqi ham bor hatto. Bu shartnomada ko'rsatilgan bo'ladi albatta. Yechib olish huquqi ham bor. Hatto kerak bo'lsa, sud orqali uning mol-mulkiga ham undiruvni qaratish huquqiga ega. Kafilga ham demak. Albatta. Kredit bilan bog'liq munosabatlarga kirishda qo'shimcha shartnomalar asosida kafillik yoki ipoteka shartnomalari, ya'ni mulkini garovga qo'yish bilan bog'liq holatlarda mulkning egasi yoki kafil bo'lgan fuqaroni kelgusida kutish mumkin bo'lgan salbiy oqibatlar to'g'risida o'sha mulkning egasi yoki kafil bo'lgan fuqaro batafsil ma'lumotga ega bo'lmasdan munosabatga kirishayotganligi ularni kelgusida noxush oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ya'ni qaysiki kafil bo'lgan fuqaroni daromadlarini kreditni yopishga yo'naltirish yoki mulkini garovga qo'ygan fuqaroni mulkiga qaratish bilan bog'liq agar kredit muammoga aylanganda salbiy holatlar yuzaga kelishi mumkin. Bu haqda kafil bo'layotgan yoki mulkini garovga qo'yayotgan shaxslarni bevosita shu jarayonga kirish oldida bank xodimlarining majburiyati bor. Bunda ham kelib chiqishi mumkin bo'lgan salbiy oqibatlar to'g'risida bunga aytish kerak. Ertaga agar kredit muammoga aylanadigan bo'lsa, vaqtida grafik bo'yicha to'lamaydigan bo'lsa, sizni daromadingizga qaratamiz. Siz solidar yoki subsidiar javobgar hisoblanasiz shartnoma bo'yicha deb bunga tushuntirish kerak. Yoki muammoga aylangandan keyin sud qaroriga asosan garovga qo'yayotgan mulkingizga qaratamiz undirish bo'yicha deb buni tushuntirish kerak. Bu narsani his qilish kerak shu mulk egasi yoki kafil bo'layotgan fuqaro. Respublika bo'yicha 800 dan ortiq muassasa bor bankning o'zida. 800 dan ortiq muassasa bor. Bu narsalarni yildan yilga biz solishtiramiz statistikasini. Mana shu qoidabuzarlik holatlari kamayyapti. Ya'ni aniqlanish jarayoni, o'tkazilgan nazorat tadbirlarida qoidabuzarlik holatlarining aniqlanish jarayoni kamayyapti-da. Yildan yilga, kundan kunga, ya'ni raqamlashtirish, ya'ni firibgarliklar ko'paygandan keyin bu narsa hozirgi kunda juda rivojlangani uchun, ya'ni Face IDdan o'tish joriy qilinyapti. Ya'ni Face ID haqiqatan bu insonni haqiqatan ko'zigacha olib, haqiqatan shu ekanligini analiz qilib, integratsiya qilingandan keyin Face ID haqiqatan u videoga tushadi. Ana keyin bank uni o'rganib chiqqandan keyin ajratadi. Bu uje firibgarlik qila olmaydi uje. Chunki u haqiqatan insonni o'zi olyapti kreditni. Qanaqadir firibgarlik emas, u banklarda uje endi joriy qilinyapti. Lekin baribir ayrim ko'p banklarimizda shu elektron imzo, ya'ni o'sha MyGov nima orqali elektron imzoni olganda bitta SMS tasdiqlash bilan ham kreditlar berilyapti.
qilyapti. Bu уже o'z-o'zidan siz aytgandek firibgarlari yana ham borda bu narsa. Bu to'xtab qolgan emas. O'sha narsaga o'tilsa, bu ham ancha fuqarolarimizga nima bo'lardi? Haqiqatan shu odam olayotganligini tasdiqlardi bu narsa. Keyin boya kafillik shartnomalari bo'yicha aytib o'tdilar, fuqarolarimizni, ya'ni yaqin insonlari, kimdir hamkasblari, ishchilarimi, kim akasimi, boshqami, o'zi bitta naql bor bilasiz, qarz edi, munosabatni buzadi deydi. Ya'ni ishonib kimgadir qarz nima bo'lsa, munosabat buzadi. Endi kafillik bo'yicha to'g'ri banklarda bitta narsa bor, yuqorida ustozlarimiz ham aytib o'tdi. Shu kafillik shartnomasida kafillar javobgarlik masalasi o'sha qonun bo'yicha solidar yuridik terminologiya bor bu yerda. Solidar javobgar bor, subsidiar javobgar. Banklarda ko'pincha hamma narsa, ko'p banklar eng ko'pi solidarni qo'yadi. Chunki solidarda bu baravar javob berasan degani. Siz kafilni olib boryapsizda, kafil aytadiki, banklar ham aytadi, aka siz dedi, siz to'lamagandan keyin bu to'laydi, agar to'la olmasangiz dedi, bu yerda o'sha xato gapirib qo'yapti banklar. Siz to'la olmasangiz keyin bu to'laydi degan, bu subsidiar degani. Subsidiar javobgar degani, solidar javobgar bo'lgandan keyin u bank hamma o'sha birinchi qarz olganda hamma chorani ko'rib bo'lgandan keyin, to'la olmagandan keyin narigi kafilga qaratish kerak bo'ladi. O'zi aslida subsidiar javobgar shuni hisoblanadi. Buni qilmaydida, baravar, ya'ni siz onlayn jo'natadi, plastik kartasidan pul bo'lgandan keyin bu yerda shartnomani imzolab qo'ygan kafil, subsidiar. Keyin uni plastikka qaratadi. U hali sud bo'lgani yo'q-ku, qanday men to'layman, sen aytuvding-ku, sen to'lashing kerak degan o'sha boshlanadi shunda muammolarda o'sha. Bu narsani o'sha kafil bo'layotganda bu bank majburiyatida o'sha tushuntirib berish kerak. Sizlar baravar javob berasizlar desa, o'sha fuqaro, "Yo, sen to'lagandan yoki sudda qaror nima bo'lgandan keyin men javob berishim kerak." Bu narsa subsidiar javobgar deb bu narsani huquqiy tomondan tushuntirib berish maqsadga muvofiq bo'lardi bu narsa. Rahmat. Shu o'rinda bizni studiyamizga yana ekspertlar ham kelishdi. Assalomu alaykum, xush ko'rdik. Marhamat, fikrlarda davom etamiz. Boya hurmatli deputatimiz ham juda bir o'rinli fikrlarni ta'kidlab o'tdilar. Men aynan kredit xususida so'z yurityapmiz. Kafillik shartnomasi masalasiga to'xtaldilarda bir ehtiyot bo'linglar degan nuqtai nazardan fikrlarni bildirdilar. Avvalambor kafillik shartnomasi nima o'zi? Biz tushunchasini bilib olishimiz kerak-da. Biz shu munosabatga kirishyapmiz shartnoma munosabatiga. Demak, kafillik shartnomasi bir shaxs ikkinchi bir shaxsning demak majburiyatini o'z zimmasiga o'shani qisman yoki to'liq to'lash majburiyatini o'z zimmasiga olyapti. Asosiy solidar masalasiga e'tibor urg'u beriladi degan pozitsiya ketdi, lekin shu o'rinda bitta jihatga e'tibor berishimiz kerak. Kafillik shartnomasida ham bu bizning ixtiyorimizga tashlab berilgan. Agar kafillik shartnomasida yozilyapti, bir men kimnidir ayblash, kimnidir birga boshqa fikr bilishdan yiroqman. Men qonun nuqtai nazaridan, qonunchilikda nuqtai nazardan fikrimni bildiryapman. Demak, kafillik shartnomasida solidar javob beradilar, qachonki subsidiar javobgarlik belgilanmagan bo'lsa degan fikr ketgan. Va bu gap avvalambor shartnomada biz tuzayotgan vaqtimizda, mana mutaxassislarimiz aytayapti, shartnomada shu jarayonni aks ettirishimiz kerak. Bizga qo'yilgan, biz subsidiar, ya'ni men qo'shimcha javobgarman, birgalikdagi javobgar emasman degan pozitsiyani biz shartnomada aks ettirib berishimiz kerak. Mana shu jarayonni qonun ham insonlarning, mana shu kredit oluvchilarning, kafillarning huquqlarini himoya qilish maqsadida ketyapti. To'g'ri. Biz borganda shartnomaga mana shu joyga o'zgartirish kiritaman desak bo'ladi. Xohlasak buni qisman olishimiz mumkin, xohlasak to'la olishimiz mumkin. Birovning majburiyatini to'lash zimmasini. Va ikkinchi e'tibor qaratadigan jihatimiz, biz subsidiar javobgarlikka kiritishimiz kerak. Nima uchun kiritmasligimiz kerak? Qonunda yozyapti. Agar shartnomada subsidiar javobgarlik belgilanmagan bo'lsa solidar degan masala ketyapti. Demak, bu hozir solidar, subsidiar qolib ketyapti. Subsidiar degani qo'shimcha degani. Mana boshqa jarayonlarda agar jabhalarda bir solishtirish jarayonini amalga oshiradigan bo'lsak, otaning jinoyati uchun bola javob bermaydi, bolani jinoyati uchun ota javob bermaydi. Qarang, endi bu fuqarolik munosabatlarga tatbiq etish jarayonimizni qarang. Qarz olgan shaxs aka, kafil bu uka. Akaning majburiyati uka javob bermaydi yoki teskarisi. Biz buni unutib qo'yapmiz. Unutib qo'yganda ustoz aytgandek, huquqiy madaniyat degan pozitsiyani aytdilar. Biz agar qachonki uyimizgacha olib borib, o'qib, shartnoma shartlarini kelishib, nima uchun keling, birinchi bo'lib qarzdor javob bersin, subsidiar javob bersin, shuni shartnomaga kiritaylik deb kiritib olsak, keyin ikkinchi taraf kelishdik, imzolashdik deyshadi va birinchi bo'lib
qarzdorga qarab monitoring olib boradi. Banklarga bu juda yaxshi bilishadi. Qani maqsadga muvofiq ravishda foydalanyaptimi degan nuqtai nazardan monitoring olib borib, hech endi iloji qolmadi, endi imkoniyati yo'q, kafilga qaratamiz deb pozitsiyaga o'tadi. Demak, biz e'tibor berishimiz kerak, hujjatga e'tibor berishimiz kerak. Hujjat, shartnoma, hali oferta, ya'ni bizga taqdim qilinayotgan vaqtida bu bankning taklifi biz uni qabul qilsak, imzo qo'ysak, buni akseptlagan bo'lamiz, ya'ni hujjatni qabul qilgan bo'lamiz. Ana shu jarayon, ya'ni hujjatni elektron shakldami, imzo shakldami tenglashtirilgan, yuridik jihatdan teng hisoblanadi. Mana bu jarayonda biz alohida e'tibor berishimiz kerak. Ba'zan biz demak, imzo qo'yguncha o'ylab ko'rishimiz kerak. O'ylab ko'rishimiz kerak. Kimgadir u yomon, bu yomon deb. Yo'q, u yomon ham, bu yomon ham emas. Asosiy hujjat bilan ishlashimiz, hujjatni to'g'rilab qo'yishimiz kerak va keyinchalik ham agar hujjatga e'tibor bilan qarasak, nizo ham kelib chiqmaydi, janjal ham kelib chiqmaydi. Sudlar ham so'ragan vaqtida boya aytishdi, hujjat berishmadi, tanishmadim deydi. Hujjat so'raydi. Sudlar ham huquqini himoya qilayotgan vaqtda qani shartnomangizni beringchi deydi va boshqa o'zining talablarini isbotlovchi hujjatlarni so'raydi. Agar biz hujjatga mahkam bo'lmasak, ehtiyot bo'lmasak, o'shani belgilangan tartibda tushunmasak, so'raylik. Mana bunaqa tushunmayapman. Alohida Markaziy bank boshqaruv qarorlari bilan aytaylik, bular belgilab berilgan, tushuntiringlar. Tushunmasa, bu ham mutaxassislar aytib o'tishdi. Juda o'rinli aytib o'tdi. Biz tushunmasa shoshamiz, ochib yuboring, shu qo'l qo'yib ketay, shu boshqa varaqani ochib yuboring. Xo'p, nima, qanday majburiyat olyapmiz? Majburiyat oldikmi, buni javobgarligi bor. Ertaga agar pul mablag'i yetmaydigan bo'lsa, garovga qo'yiladigan bo'lsa, garovni mol undiruvga qaratadigan jarayonlar biz jabrlanib qolamiz. Bizning xatti-harakatimiz, hujjatga e'tiborsiz bo'lgan harakatimiz ertaga o'zimizga zarar kelib qolishini tushunishimiz kerak. Rahmat. Kreditni vaqtida to'lamasa nimalar bo'ladi degan savollar ham tabiiy sizni fikringizga mana shu jarayonni ham qo'shib aytishingizni iltimos qilgan bo'lardik. Marhamat. Shartnoma teng huquqlik asosida rasmiylashtiriladi. Buni hammamiz bilamiz. Lekin ikkinchi masalasi bor. Shartnomada har bir tomon o'zining manfaatini aks etishini xohlaydi. O'zining manfaatini. Endi bu yerda kredit shartnomasida kredit oluvchi, ya'ni qarz oluvchi yuridik nuqtai nazardan zaif tomon sifatida qaraladi. Qarang. Shartnomaning zaif tomoni sifatida qaraladi. Nima uchun? Boya aytdim. Mana huquqshunosimiz ham aytayapti, shogirdimiz ham. Bu yerda subsidiar emas, solidar emas, subsidiar javobgarlik ham belgilash mumkin deyapti. Tanlash imkoniyati bor. Tanlash imkoniyati bor deyapti. Lekin bankka solidar javobgarlik manfaatiga uyg'un keladi. Solidar javobgarlik bank manfaatiga. Mana shu joyda bank aytadi, bizda solidar javobgarlik deydi. Qabul qilsangiz shu degan shartni ham aytishi mumkin-da. Shunaqa deb aytsa, ikkinchi tomon ilojsiz qo'l qo'yadi-da. Ilojsiz qo'l qo'yish holatlari bo'ladi. Endi bu yuridik jihatdan bunga teng huquqli ekanligini, yo'q, men kafil uchun solidar emas, subsidiar javobgar bo'lishni xohlayman degan narsani aytish uchun boya aytganimdek huquqiy savodxonlik bo'lishi kerak-da. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, yana bir bank xodimlari o'tirganda yana bir masalani ko'tarmoqchi edimda. Bu ko'p holatlarda bank tomonidan boya qo'shimcha shartnomalar bor-ku. Kafillik, garov, sug'urta shartnomalari haqida qo'shimcha shartnomalarda bu rasmiylashtiriladi. Shunda bank tomonidan ko'pincha aholi bizga murojaat qilyapti. Huquqshunos sifatida bizdan maslahat so'rashadi. Bankka boruvdim deydi, men 50 million kredit olmoqchi bo'ldim deydi. Siz sug'urta qilishingiz kerak deb aytdi va sug'urtaning narxini 3 million deb aytdi. Va sug'urta tashkilotini ham aynan mana shu sug'urta tashkilotida qildirasan deb aytdi. Men boshqa sug'urta tashkilotida qildiradigan bo'lsam, bu ancha arzon ekan, deyapti-da. Qarang, bank tomonidan hatto sug'urta tashkilotini ham belgilab beryapti. Xuddi shifokorlar dori yozib aptekani aytganda. Men aytmoqchiman, mana bank xodimlari o'tiribdi, bankda haqiqatda bir ichki idoraviy hujjatlarida shu narsa ko'rsatilganmi? Haqiqatdan bank bir sug'urta tashkilotini da sug'urta qilishni kelishib olganmi ular yoki bank xodimlari bunaqa talab qo'yishi, demak, fuqarolik qonunchiligiga zid talabmi? Markaziy bank tomonidan belgilab chiqilgan qoidalarga ko'ra ishlab chiqilgan o'sha 30-sonli nizomimiz bor. O'shanga ko'ra tijorat banklari qarz oluvchini sug'urta tashkilotini tanlash huquqini cheklamaslik kerak. Shunaqa qoida belgilangan. Shuning uchun tijorat banklari bu narsani cheklamaydi. Bu bo'yicha har doim nazorat ostida nazorat kelinyapti. To'g'ri, ayrim holatlarda siz aytgan holatlar kuzatilyapti.
Sababi tijorat banklari ham riskini qoplashni birinchi navbatda qo'yadi-da. Bu tavakkalchilik. Ya'ni shu sug'urta kompaniyasini u fuqaro tanlaydigan sug'urta kompaniya to'lovga qobiliyati yo'qdir-da. To'lovga qobiliyati yo'qdir. Shu nuqtai nazardan ular sug'urta fuqaro tomonidan olib kelingan o'sha sug'urta tashkilotini ular inkor qilishi mumkin. Lekin O'zbekistonda juda ham ko'p sug'urta tashkilotlari bor. Banklar bitta sug'urta tashkiloti bilan ishlamaydi. Bir nechta sug'urta tashkilotlari bilan ishlaydi. O'sha kelayotgan, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan salbiy oqibatlar uchun o'sha sug'urta tashkilotlarida ham banklar mijozlarga nisbatan taklif qilayotgan bo'lishi mumkin, lekin bitta sug'urta tashkilotini tanlaysan, shuni tanlaysan degan qoida yo'q. Bu bo'yicha biz qoida belgilab qo'yganmiz. Bank tomonidan sug'urta tashkilotini qarz oluvchilarni sug'urta tashkiloti bilan munosabatlarga kirishayotgan holatlarda sug'urta tashkilotini tanlash huquqini cheklamaydi. O'sha fuqarolar yoki mahalla hududidagi tadbirkorlar kredit olgandan keyin u to'lay oladimi degan savollar avvalambor bizga tushadi bu savol. Shuning uchun kelgusidagi salbiy oqibatlarni oldini olish uchun biz ular bilan doimiy aloqada, munosabatda monitoring olib boramiz bank xodimlari bilan birgalikda. O'sha olgan kreditlarni maqsadli yoki maqsadsiz foydalanyaptimi degan nazoratlarni olib boramiz. Demak, bu mahalla darajasida bo'lsa-da, lekin har bitta odam ham masalan kredit olmoqchi bo'lib bankka borishdan avval mahallaga uchramaydi-yu, to'g'rimi? Yoki hozir hamma uchrab keyin kredit oladigan bo'lgan. Yo'q. Unaqa Bu mahalla hududida masalan ijtimoiy tadbirkorlik qilmoqchi bo'lgan, imtiyozli kredit olmoqchi bo'lganlar hokim yordamchisining tavsiyanomasi asosida olishadi. Lekin boshqa mana telefon orqali olinadigan kreditlar sizga yo'q, bizga kelmaydi ular. Endi o'sha biza tavsiyanoma bosganimizdan keyin tadbirkor fuqaro o'sha kreditni olgandan keyin maqsadli foydalanish uchun ishini yo'lga qo'ymaguncha biz unga doimiy ravishda yordam beramiz, monitoring qilib boramiz, nazorat. Chunki ko'p holatda fuqaroda, tadbirkorda har tomonlama salohiyat, har tomonlama ko'nikma, bilim yetishmaydi. Qaysidir ma'noda ular aytishadi, bu ishga ulgurmayman, bu ishga ulgurmayman degan vajlarni keltirishadi. Ana o'shanda agarda u ishlab chiqaruvchi bo'ladigan bo'lsa, biz unga bozor topishda, onlayn bozorlarida savdo sotiqlar qilishida yordam beramiz. Biz shunday berib qo'ymaymiz. Uni oldin o'quv kurslariga jo'natamiz. Tadbirkorlik bo'yicha malakalarini ozgina bo'lsa ham shakllantirib olamiz. Fuqarolar kredit olish uchun mahalla idoralariga chiqib murojaat qilishadi. Bo'layotgandek boyagi hokim yordamchisiga murojaat qilinadi. Hokim yordamchisi fuqarolarni ish faoliyatlarini o'rganib chiqadi. O'rganib chiqib bank bilan maslahatlashadi. Bank xodimlari ham mahallaga biriktirilgan hozir. Bank xodimlari kelib mahallada o'sha xona ajratilgan xonada o'tirishadi. Oyligi yetarlimi yoki to'g'ri beriladimi, noto'g'ri beriladimi hammasini tekshirib chiqib, bular bankda yana anaqa bor ekanki, bank tarixi bor, to'g'rimi? Kredit tarixida endi o'sha kredit tarixini o'rganib chiqib 22 dan yuqori bo'lish kerak ekan menimcha, 22% dan yuqori bo'lish kerak ekan o'sha kredit tarixi. O'sha yerda o'tirgan bank xodimi o'sha fuqaroni tushuntirishlarini olib boradi. Ana o'shandagina to'g'ri kelsa o'shandagina olib berishadi. Aytib o'tish mumkinki, kreditni hokim yordamchisi yoki mahalla ajratmaydi. Bugungi kunda barchamizga ma'lumki, oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida imtiyozli kredit mablag'lari dastlab hokim yordamchisining xulosasiga asosan ajratiladi. Jarayoni quyidagicha bo'ladi. Fuqaro barcha jarayonlar onlayn, ya'ni oila kredit o'z platformasi orqali amalga oshiriladi. Fuqaro ariza jo'natganda dastlab hokim yordamchisida, hokim yordamchisi uni o'sha yashash mahallasidagi fuqaroni biladi. O'sha tanlagan yo'nalishi imkoniyati bormi yo'qmi? O'sha dastlabki xulosani beradi. Bekorga tavsiya etilmaydi demak. Dastlabki tavsiyasini beradi. Oldinlari qaysidir mol yetkazib berish ta'minot tashkilotlari soni cheklangan yoki qaysidir uni olishga majbur bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda o'sha oila kredit o'z platformasidagi marketplace savdo maydonchasi orqali istalgan mol yetkazib beruvchi ta'minotchini erkin tanlash huquqi mavjud va u bilan elektron raqamli imzosi orqali hisob shartnomasini imzolash mumkin. Hisob shartnomasi imzolangandan so'ng sug'urta shartnomasi imzolanadi. Yana aytib o'taman, sug'urta shartnomasi oilaviy tadbirkorlik rivojlantirish dasturi doirasida mijozning mablag'idan emas, ya'ni 77-77-sonli qarorga asosan tijorat bankini mablag'i hisobidan
qoplab beriladi. Mol yetkazib beruvchi ta'minotchi tashkilot tomonidan mol yetkazib berilgandan so'ng hokim yordamchisi uni o'sha mol yetkazib berilgan yashash joyiga ko'rsatilgan manzilga borib o'sha mol yetkazib olib berganligi to'g'risida fotosurat identifikatsiyasi orqali so'nggi maqsadli dalolatnoma yuklangandan so'ng platformaga keyin kredit mablag'i ajratib beriladi. Banklar ham qarzni bekorga bermaydi. Ular ham riskini hisoblaydi. Ular ham agarda qarz oluvchi to'lay olmasa nima qila olaman, bu pulni qanday undirib olaman degan masalani 10 martalab o'ylab ko'rgan bo'lishadi bu narsani. Va oqibatlariga ogoh bo'lishimiz kerak. Birinchi o'rinda agar bizda birgalikda qarz oluvchi yo bo'lmasam kafilimiz bo'ladigan bo'lsa, bank kafilni yo birgalikda qarz oluvchini bezovta qilishni boshlaydi. Uni mulkiga qaratishni boshlaydi. Agarda biz garov sifatida ko'chmas mulk obyektini qo'yadigan bo'lsak, biz ko'chmas mulk obyektisiz qolib ketishimiz mumkin bo'ladi. Shuningdek, agar biz biron bir joyda ishlaydigan bo'lsak, biz oyligimizga ishonib bizga kredit berilgan bo'lsa, majburiy ijro organlari orqali bizni oyligimizni kamida 50% ga undiruv qaratilib, biz oyligimiz 50% siz qolishimiz mumkin. Bank o'zini pulini olmaguncha qo'ymaydi. Umuman olganda kafillar yo'q va shartnoma tuzildida kredit olgan shaxs vafot etdi. Unday holatlarda nima bo'ladi? Shartnomaga bog'liq. Ya'ni shartnomada qarz oluvchidan tashqari birgalikda qarz oluvchi yo bo'lmasam kafil bo'ladigan bo'lsa, o'z-o'zidan qarz oluvchi o'yindan chiqadida, ular javobgar bo'lib qoladi. Ya'ni ular o'rniga to'laydi. Agarda aytaylik birgalikda qarz oluvchi ham yo'q, keyin hech qanaqa garov yo'q to'lashga. Faqatgina qarz oluvchini o'zi va u vafot etib qoldi. Vafot etib qolgandan keyin u majburiyatni bajara olmaydi o'zidan o'zi. To'g'ri, majburiyatni bajara olmaydi, lekin bitta narsa bu holatda banklar hech narsa qila olmaydi. Hech narsa qila olmaydi. Bo'ldi. Shu anaqa riskiga ko'nadi. Ya'ni shu anaqa men mana shu narsadan zarar ko'rdim deb shu narsani tan oladi, ko'nadi. Tan oladi. Qarz oluvchilar tomonidan kredit ta'minoti sifatida ta'minot vositalari taqdim qilinadi. Qarz oluvchilarning asosiy ta'minoti bu o'zlarining faoliyati. Qarz oluvchilar o'zining faoliyatini yo'lga qo'yib, tadbirkorlik subyektlari bo'lsa, tadbirkorlikdan topadigan, biznesdan topadigan pul mablag'lari hisobiga qarzlari va asosiy qarz foiz to'lovlari qaytariladi. Agar qarz oluvchi faoliyati bilan, tushumlari bilan bog'liq bo'lib, qarz oluvchida muammolar yuzaga kelib, kredit qarzdorliklarini so'ndira olmasa, unda qo'shimcha ta'minot vositalariga qaratiladi. Qo'shimcha ta'minot vositalari yuqorida aytilganidek, ko'char va ko'chmas mulklar, transport vositalari, uchinchi shaxs kafilliklari, sug'urta polisi va boshqa ta'minot vositalari bo'lishi mumkin. Endi mana shu holatda ham qo'shimcha ta'minot vositalari ham qarz oluvchining qarzlarini qoplashga yetarli bo'lmagan holat bo'ladigan bo'lsa, unda tijorat banklari yuqorida aytganimizdek foiz stavkalarida risklik darajasini inobatga olib foizlarni belgilagan bo'ladi. Tijorat banklari uni tegishli huquqiy hujjatlarga muvofiq zaxiralar shakllantirib, zarariga olib boradi. Bu tijorat bankiga boshqa kreditlarni qoplash yo'nalishini beradi. Birinchi o'rinda bank uning sabablarini aniqlashtirish kerak, chunki har bir sabab muayyan bir huquqiy oqibatni keltirib chiqaradi. Masalan, kredit qaytmasligiga sug'urta hodisasi sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Bunda sug'urta pulidan undiriladi. Kredit hodisasiga fuqarolarning, jismoniy shaxslarning ham to'lovga qobiliyatsizligi sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Unda to'lovga qobiliyatsizlik bilan undirish tartibi bor qonunchilikda. Keyin aytgan masala kredit qaytmasligiga, demak, o'zi qaytarmayotgan bo'lishi mumkin. Unda aytganidek kafillik, garov, boshqa ta'minotlarga qaratiladi. Va keyingisi o'lim bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Agar bu ham hayoti uni sug'urtalangan bo'lsa, sug'urta pulidan undiriladi. Lekin hayoti sug'urtalanmagan bo'lsa, fuqarolik qonunchiligi bo'yicha uning kredit majburiyatlari uning merosxo'rlariga o'tadi. Bank uning merosxo'rlaridan undirish huquqiga ega bo'ladi sud orqali. Bugungi kunda xalqimizni qiziqtiradigan eng qiziq savolni hozir beraman. Aynan bilamizki, kredit foizlari boya aytilganidek har bitta insonni shu o'ylantirishga majbur qiladi, chunki yuqori summalarda qachon kamayarkan degan fikrlar ham bor. Kamayadi. Umuman olganda shu xorijiy davlatlar tajribasini ham o'rganiladimi bu borada? Shular ham qiziq, marhamat. Tijorat kreditlarining foiz stavkalari yuqoriligicha qolmoqda, lekin hukumat qarorlari bo'yicha kichik biznes tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlashuvchi qator hukumat qarorlari qabul qilingan. 2024-yil 7-sentyabr 312-sonli qarori prezidentimiz, muhtaram prezidentimizning qarorlariga muvofiq kichik biznesni uzluksiz qo'llab-quvvatlash dasturi doirasida past foizlarda imtiyozli kredit mablag'lari ajratiladi. Bundan tashqari joriy yil 2025-yil 14-fevralda yoshlar tadbirkorligi bo'yicha 62-sonli muhtaram prezidentimizning qarorlari qabul qilindi. Mazkur qaror bo'yicha yoshlarning biznesini qo'llab-quvvatlash va yoshlarni ish bilan ta'minlash, ishsiz yoshlarni ish bilan ta'minlash maqsadida 5 milliard so'mgacha 17,5%
stavkada, bu imtiyozli foiz stavkada Aloqabank tomonidan Aloqabank yoshlar tayanch banki sifatida e'tirof etildi. Mazkur qarorga muvofiq belgilab berildi. 17,5% stavkada imtiyozli kreditlar beriladi. Boshqa kreditlar, endi tijorat kreditlari foiz stavkalari bozor tamoyillari asosida talab va taklif asosida jalb qilingan depozitlar resurslar qiymatidan kelib chiqib turib, yuqori belgilanishi mumkin. Banklar o'zidan o'zi bu yuqori foizni o'rnatmaydi. Banklar doim kimdandir pulni oladi, qarz oluvchiga beradi. O'rtada o'zining xizmat haqqini qo'yadi. Bank kimdandir qarzni qimmatroq summada foiz olyapti-da, qimmatroq foizda berishga majbur bo'lyapti o'zining xizmat haqqini qo'ygan holda-da. Shuning uchun foizlar baland. Agarda bank arzonroq resursda kredit olib, qarz mablag' jalb qila oladigan bo'lsa, moliyaviy mablag' jalb qila oladigan bo'lsa, ana o'shanini pastroq foizda bo'lganligi uchun pastroq foizda bera oladi. Shuning uchun banklar hech qachon o'zidan o'zi kelib chiqib 25% yoki undan yuqori foizlarni o'zidan o'zi o'rnatmaydi. Rahmat. Ko'p kredit do'konlarida bitta muammo bor, ya'ni o'sha mijozni barcha ma'lumotlarni saqlash. Demak, bizni har bitta ma'lumotimiz o'sha yerda saqlanadi. Kim kafolat beradi o'sha bazada ertaga bizni ma'lumotlarimiz bazadan chiqib ketmasligiga? Bank siri to'g'risidagi qonun belgilangan. Bank siri to'g'risidagi qonunda 3-moddasida bank siriga nimalar kiradi degan savolga javob berilgan. U yerda ko'rsatilganki, mijoz to'g'risidagi shaxsga doir yoki mijoz to'g'risidagi ma'lumotlar bu bank siri ma'lumotlari hisoblanadi. Qonunda belgilangan. Qonunda kimlarga bank sirini oshkor qilish mumkin, kimlarga oshkor qilish mumkin emas, qaysi davlat organlariga qay tartibda oshkor qilinishi belgilangan. Bu yerda bank sirida mijoz, uning vakili, bank hamda Markaziy bankdan tashqari har kim uchinchi shaxs hisoblanadi va uchinchi shaxslarga berish taqiqlangan. Ayrim davlat organlaridan tashqari. Bank bevosita bank siriga oid ma'lumotlarni tegishli tartibda saqlash uchun, uni chiqib ketmay, ya'ni boshqa shaxslarga oshkor qilinmasligini oldini olish uchun choralarni doimo ko'rib boradi. Bu bo'yicha bank xodimlariga ham majburiyat yuklatiladi, chunki bu shaxsga doir ma'lumot chiqib ketib qoladigan bo'lsa, mijozga doir ma'lumot bu to'g'ridan-to'g'ri qonun buzilishiga olib keladi va tegishli tartibda javobgarlikni keltirib chiqaradi. Endi mahallada istiqomat qilamiz va shunday holatlar ham bo'ladi. Shu kreditini to'la olmabdi, MIBdan kelishibdi degan bir shovqinli bir jarayonlarga ham guvoh bo'lamiz. Umuman olganda MIB kelsa, nimani uydan olib chiqib ketishi mumkin va nimani olib chiqib ketishi mumkin emas? Bu yerda agarda sudning qaroriga binoan ijro ishi qo'zg'atilgan, yoki bo'lmasa boshqa ijro organining qaroriga hujjatiga nisbatan asosan ijro ishi qo'zg'atilgan va bu vaqtda qarzdori mol mulkiga undiruv qaratilgan. O'sha vaqtda qonunda belgilanganki, qarzdorning birlamchi hayoti uchun muhim bo'lgan vositalardan tashqari boshqa vositalarini yo boshqa narsalarni olib ketishi mumkin. Ya'ni misol uchun sizni aytaylik, kiyimlarni kechagingiz bor. Yashashingiz uchun nechta kiyim yetadi? Misol uchun bitta kiyim yetadimi? Ijrochi qariydi, uni sota oladimi? Uni pul qila oladimi? Olib chiqib ketadi-da, sotadi-da, qarzingizni yopadi. Yo bo'lmasam aytaylik, uyingizga kirdida, uyingizda texnika vositalari bo'lishi mumkin. Yo bo'lmasam boshqa qimmat, moddiy qimmatliklar bo'lishi mumkin-da. Ya'ni ana o'sha qimmatliklarni ijrochi agarda olib turib uni realizatsiya qila oladigan bo'lsa, ya'ni pul oladigan bo'lsa, uni bemalol olib chiqib ketadi. Xatlaydi, birinchi o'rinda keladi, xatlaydi, olib chiqib ketib, uni undiruvga o'sha sizga tegishli bo'lgan narsaga qaratiladi va natijada siz o'sha narsasiz qolasiz. Bu yuridik terminda xatlash yoki musodara qilish deyiladi, mol mulkni kredit majburiyatlarini bajarmaganda. Endi Vazirlar Mahkamasining qarori bor. O'sha qarorida qaysi mahsulotlar, qaysi xo'jalik buyumlari, qaysi buyumlar, mol mulklar qancha miqdorda xatlanishi mumkinligi belgilab qo'yilgan. Uning normasi bor. Hatto oziq-ovqat mahsulotlariga nisbatan ham u yerda oila sonidan kelib chiqib normalar ko'rsatilgan. Uy hayvonlariga nisbatan, maishiy buyumlarga nisbatan ham norma ko'rsatilgan. O'sha norma doirasida amal qiladi ular, MIB xodimlari. Rahmat. Hozirgi kunda bankdan kredit olgan mijozlar kredit to'lanayapti, demak hech qanday muammolarsiz ular chet davlatlarga chiqishlari mumkinmi? Yoki chet davlatlardagi banklardan olgan mijozlar O'zbekistonga kirishi mumkinmi? Demak, o'sha kredit qarzi oxirigacha so'ndirilmaguniga qadar. Kimdir bankdan kredit qarzdorligi bo'lsa, u chet elga chiqa olmaydi degan narsa. Bu noto'g'ri. Agarda siz aytganingizdek, qarzdor kredit majburiyatini vaqtida bajarib kelyapti, ya'ni vaqtida qarz mablag'larini qaytaryapti. U bemalol chiqa oladi. Bu chet elga chiqish qachon cheklanadi? Ya'ni bank hech qachon o'zidan o'zini cheklab qo'ya olmaydi. Bank bunga vakolatli organ emas. Hech qachon fuqaroni bir joydan ikkinchi joyga ko'chishini yoki yurishini cheklash bankning vakolatida emas. Bu holat qachon sodir bo'ladi degan savolga javob beradigan bo'lsak, bu holat agar biz qarz oldik, kredit oldik va uni biz qaytarmaymiz, to'lamaymiz. To'lamaganimizdan keyin ishimiz sudga chiqadi va sudning qaroriga asosan majburiy ijro harakatlari boshlanadi. Ana o'sha vaqtda ijrochida vakolat bor. Davlat ijrochisida, ya'ni MIB organidagi davlat ijrochisida
bizni qarzdori chet elga chiqishini taqiqlab qo'yishi vakolati bor. Agar siz chet elga agarda sizda qarzdorlik bor, siz ishingiz ijroga qaratildi, majburiy ijroga harakatlar amalga oshirilmoqda, ana o'sha vaqtda davlat ijrochisi majburiy ijro choralaridan biri sifatida qarzdori chet elga chiqishini chegaralab qo'yadi. Ana o'sha vaqtda siz agar aeroportga boradigan bo'lsangiz, yo bo'lmasam chegara orqali o'tadigan bo'lsangiz, chegara posti bojxona chegara postlari orqali o'tadigan bo'lsangiz, borsangiz sizda qarzdorlik kelib chiqadida va natijada siz orqaga qaytishga majbur bo'lasiz. Bu degani sizni ishingiz majburiy ijroda degani. Ana o'shanaqa holat. Endi chet eldagi qarzi bor odamlarniki degan savolga javob beradigan bo'lsak, bunda ham xuddi shu holatda analog. Ya'ni agarda chet eldan qarzi bor va boshqa joyga chiqmoqchi, bu yerda endi sal boshqacha. Chunki u yerda munosabat qaysi sudni qarori bilan tartibga solinishiga bog'liqda, bir xilda ko'p qanmalarda chet xalqaro shartnomalarda nizolari hal qilish tartibi sifatida arbitraj sudlari belgilanadi. Arbitraj sudlarining qarorlari keyin ijroga qaratilishi ham o'ziga xos belgilangan tartibi bor. Ana o'sha vaqtda arbitraj sudining qaroriga asosan ijro ishi qo'zg'atilgan bo'lsa va u ijro ishi doirasida davlat ijrochisi majburiy ijro choralari ko'rish sifatida qarzdori chet elga chiqishini taqiqlab qo'yish mumkin. Lekin kelmoqchi bo'lsa kelaveradi, agar u davlatda taqiq qo'yilmagan bo'lsa. Fuqaroni qarzini to'lamasdan oldin sudga chiqarishdan oldin 3 marta ogohlantirish xati jo'natish kerak-ku, по-моему. Endi shu savolingizga javob beraman. Bu narsa o'rtada kredit shartnomada belgilanadi. Ya'ni biz kredit shartnomani agar shartlarga tanishib chiqadigan bo'lsak, kredit shartnoma shartlarida qanaqa norma belgilanishiga bog'liq. Agarda bu yerda kredit shartnomasida siz qarzni vaqtida to'lamagan taqdiringizda, ya'ni qarz oluvchi qarzni vaqtida to'lamagan taqdirda bankda u kredit mablag'larini muddatdan oldin qaytarish bo'yicha yo bo'lmasam majburiy tartibda undirish bo'yicha sudga murojaat qilish huquqi belgilangan bo'lsa, u yerda bank bevosita shu huquqdan foydalangan holda sudga murojaat qilish mumkin. Endi bu yerda holatki siz aytyapsiz 3 marta ogohlantirish kerak-ku deyapsiz. U 3 marta ogohlantirish kerak degan narsa har bir bankda o'zining ichki tartibidan kelib chiqadi. Ya'ni har bir bankda agarda kredit muammoli kreditga aylanadigan bo'lsa, uni undirish tartibi belgilangan. Agarda o'sha endi bu bank har bir bank o'zidan kelib chiqyapti-yu. Agar qaysidir banklarda shu 3 marta ogohlantiramizda, 3 marta ogohlantirganimizdan keyin ham to'lamaydigan bo'lsa, keyin sudga berishga majbur bo'lamiz deb o'zlari ichki qoida o'rnatgan bo'lsa, o'zlariga demak shu tartibda amal qilishadi. To'g'ri. Lekin agarda u narsani o'rnatmagan bo'lsa, sizga bir marta ogohlantirish xatini berib turib ham sudga murojaat qilish. Fuqarolik protsessual kodeksida bor-da, o'zi aslida 3 marta ogohlantirish kerak. 3 marta ogohlantiriladi fuqaro. Fuqaroga shu narsa yoziladiki, o'sha ogohlantirish xatida mol mulkingizga qaratiladi, musodara qilinishi mumkin. Qachonki fuqaroning nomida narsa bo'lsa, o'sha boyaga aytganlaridek mashina yoki haligi boshqa narsalar kir mashina. Lekin bu yerga haligi hayvonlar kirmaydi. Yo'q, kechirasiz. Siz bitta holatga keyin 3 marta ogohlantirish kerak degan narsa fuqarolik kodeksida belgilanmagan. Keyin hozir hayvonlar kiritilmagan-ku deyapsiz-ku. Bu savolga javob beradigan bo'lsak, u baribir moddiy qiymatda, baribir aktivda, aktiv bo'lgandan keyin o'ziga tegishli. Masalan, aytish mumkin, akamniki, ukamniki, singlimniki deyish mumkin. Deyish mumkin, uni isbotlash kerak. Uni bankka isbotlamaydi, uni ijrochiga isbotlaydi qarzdor. To'g'ri, ijrochiga chiqishdan oldin sud qarori bilan boradimi? Yo'q, sudda qarorida hech qachon qarzdorni moliga yo bo'lmasam o'sha biron bir hayvoniga qarab degan narsa bo'lmaydi. To'g'ri. Qo'yiga yo moliga qarab degan narsa bo'lmaydi. U qarzdori mol mulkiga qarab degan narsa bo'ladi. Demak, u mol mulkni agar ijrochi sizniki deb topadigan bo'lsa, to'xtanglar, shoshilmanglar. Mol mulki bo'lmasa tushadi. Agar o'shani mol mulki bo'lmaydigan bo'lsa, endi bu majburiy ijro organlarining xatti-harakati bo'yicha ketadi. Ya'ni u yerda qonunda belgilangan, qonunda majburiy ijro harakatining muddati bor, 60 kunlik muddat belgilangan. Hamda u yerda agarda qarzdori mol mulki yo'qligi natijasida ham majburiy ijro tugatilishi belgilangan. Agarda sizning nomingizda hech narsa bo'lmasa, ijro muddati o'tgan bo'lsa, majburiy ijro organining vakili, ya'ni davlat ijrochisi ijro harakatini tugatishga majbur bo'ladi. Endi ular harakati bo'lib ketadi. Ijro harakatini to'xtatadi. Shunday bo'ladi. Tugatiladi. Mol mulkiga qaratmaydi. Oldin bankdagi hisob raqamlarini tekshiradi, ko'chmas mulk bor yo'qligini tekshiradi qo'shimcha. Undan keyin avtotrans vositalarini orqali tekshiriladi. Ana undan keyin siz aytgandek, keyingi tartib boshlanadi. Shu uy joyidagi mol mulkiga xatlov. Avvalo birinchi o'rinda akt, dalolatnoma qilinadi.
o'sha uy joyda xolislar, guvohlar, mahalla faollari ishtirokida dalolatnoma qilib Vazirlar Mahkamasining yuqorida aytilgan qarorlar asosida shu mol mulklariga xatlash amalga oshiriladi. Qarz olgan odamning kredit tarixiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu kredit tarixiga salbiy ta'sir ko'rsatgandan keyin uni kelgusidagi imkoniyatlarini cheklaydi. Bu narsa kelgusida yana kredit olish istagi, xohish paydo bo'lganda kredit olish imkoniyati yo'qoladi, pasayadi. Bu holatda kreditdan keyinchalik foydalana olmaslik oqibatlariga olib keladi-da. Bu narsaga juda e'tibor berish kerak yana bo'ladi. kredit ola olmaydi. Albatta. Bu biz kafilga ham taalluqli bu, faqat kredit oluvchi emas, To'g'ri kafilga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Kafilga ham taalluqli bo'ladi. O'sha vaqtida to'lanmasa kredit tarixiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Firibgarlik masalalari bo'yicha o'tgan yili 1-noyabrdan yangi rejim joriy etildi. Bu 48 soatlik rejim. Ya'ni onlayn kreditlar rasmiylashtirilganda asosan firibgarlik hozir jarayonlari, firibgarlik ko'payib ketyapti. Onlayn kreditlar rasmiylashtirilganda hamma jarayondan o'tgandan keyin fuqaro unga kredit ajratish bosqichi keladi. Kredit ajratish bosqichida yana bir marta identifikatsiyadan o'tiladi. O'sha jarayonda agar firibgarlik holatlari aniqlansa, bank tomonidan to'xtatiladi, fuqaroga kredit berilmaydi. Bu qoida birinchi marta bankdan onlayn kredit olayotgan yoki birinchi marta bankka mijoz sifatida ro'yxatdan o'tgan fuqarolarga nisbatan tatbiq etilyapti. Firibgarlik juda ham rivojlanib ketdi. Firibgarlikda mana shu holatga kelishiga qaysidir ma'noda o'sha aldanib qolgan shaxslarning ham o'zi aybdor. Nimaga aybdor deganda, telefon qilib turib kodini so'raganda oshkor qilib qo'yapti-da, bilib bilmasdan oshkor qilib qo'yapti. Bu kod shunaqa muhim narsaki, bu bizni imzoyimiz, elektron imzoyimiz. Biz hech qachon bu kodni birovga oshkor qilishimiz kerak emas. O'zimizdan boshqa birovga berishimiz kerak emas bu narsani. Mana shu narsada ogoh bo'ladigan bo'lsak, kim qanaqadir yo'l bilan chiqib turib bizdan shu kodni olmoqchi bo'lsa va biz bunga yo'l qo'ymaydigan bo'lsak, ma'lum bir ma'noda firibgarlik kamayadi. Ya'ni u bizning nomimizdan shartnomani elektron ravishda imzolay olmaydi, bizning nomimizdan kredit ola olmaydi. Bu mana shu 4 talik yo 5 talik kelayotgan raqamlar juda ham muhim bo'lgan raqamlar. Shuning uchun so'rab qolardiki, hech qachon hech kimga oshkor qilmaslikda bu raqamlar. Qadrli teletomoshabinlar, Minbar Tok shousining navbatdagi soni o'z nihoyasiga yetdi. Yana muhim mavzularda uchrashguncha omon bo'ling.